Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jaligini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishga qaratilgan muhim tadbir o'tkazildi. Viloyat hokimligi va Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandisligi instituti Milliy tadqiqot universiteti hamkorligida tashkil etilgan o'quv seminari va ko'rgazmaga tuman hokimliklari, suv xo'jaligi tizimi, klasterlar hamda agro sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislar jam bo'ldi. Bugun prezidentimiz hamma narsani ilmga asoslanib qilyapti. Bu seminar ham davlat rahbarimizning topshiriqlarining ijrosining bir qismi hisoblanadi. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz qadam qo'ygan qadamimizda ilm bilan bo'lish kerak. Ertaga natijador ish qilishimiz kerak. Bugungi seminarda ham ko'rgan odamlar uni ko'rib haydab ketish emas, o'rganib, tatbiq qilib, aholimizga ko'rsatib berib, ishlab chiqarishga joriy qilib berish maqsadimiz. Boya boshida bezga aytganimiz yo'q, bu narsalarning hammasi ilm bilan bo'ladigan bo'lsa, hosildorlik bo'ladi. Tadbirda bugungi qishloq xo'jaligida vaqt va resursni tejaydigan, hosildorlikni oshiradigan texnologiyalar haqida so'z bordi. E'tibor markazida esa amaliyotga tez joriy etish mumkin bo'lgan yechimlar bo'ldi. Seminar davomida dron orqali xizmat ko'rsatish, melioratsiya mobil laboratoriyasi, energiya tejovchi yechimlar, bio o'g'itlardan samarali foydalanish hamda tuproq namligini kuzatib boruvchi sensor tizimlari taqdim etildi. Joyni o'zida aniqlab beradi. Ekinga sug'orish kerakmi, yo'qmi? Shuni ko'rsatib beradi. Buni shu 12 sm, keyin 20 sm tuproq hozir harakat qilsagan sразу buni ko'rsatib beradi. Namlik bo'lsa sразу tuproqning namligi, harorati hamda elektr o'tkazuvchanlik generatsiyasini ko'rsatadi. Sug'orish kerak deyapti. Yo'q, normada 25 dan 35 gacha oralig'ida bo'lsa, norma. Mutaxassislar texnologiyalarning afzalligi haqida nafaqat gapirdi, balki ularning ishlash jarayonini ham amalda ko'rsatib berishdi. Ayniqsa, suv tanqisligi sharoitida tuproq namligini aniq o'lchaydigan sensorlar va energiya tejovchi uskunalar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbir doirasida viloyat hokimligi va universitet o'rtasida hamkorlik kelishuvlari ham imzolandi. Endi ilmiy ishlamalarni hududlarga olib kirish, mutaxassislar tayyorlash va innovatsion loyihalarni amaliyotga tatbiq etish ishlarini yanada kuchaytirilishi belgilandi. Ko'rgazma qismida esa dronlar, mobil laboratoriyalar, plazma texnologiyalari va zamonaviy uskunalar namoyish qilindi. Ishtirokchilar ularning imkoniyatlari bilan yaqindan tanishib, mutaxassislarga o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishdi. Bugungi o'tkazilgan tadbir boshqa tadbirlardan farqli ravishda dala seminari shaklida amalga oshirildi va dehqon fermerlarimiz o'zidagi mavjud muammolarga kerakli ilmiy ishlanmalarni shu yerda topdi. Bu demak yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini unumdorligini oshirish, tuproqlarni, yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, suv tejovchi texnologiyalarini o'zining hududiy geografik joylashuvidan kelib chiqqan holatda tatbiq etish kabi masalalarga, muammolarga olimlar tomonidan aniq amaliy tavsiya oldi. Shunchaki xulosa ilmiy tavsiya emas, amaliy ishlanma, amaliy yechimlarga ega bo'ldi. Kelishuv memorandumini imzoladik va bu memorandum shunchaki hujjat emas, uning tagida ko'zda tutilgan barcha muammolarning yechimini aniq muddati, kutilayotgan natijasiga qaratilgan yo'l xarita bor. Endi bugun ilmiy maslahatchimiz mana shu yo'l xaritasi asosida dasturiy amaliy ishlanmalarini yo'lga qo'yadi. Shunday bir texnologiyalar yaraldiki, tuproqni tarkibini o'rganib chiqib yoki o'simlikni vegetatsiya jarayonida o'rganib chiqib, qaysi o'g'itni qanchadan va qachon berilishi, qanday berilishigacha bugun mana tajribaligiga erishib o'rgandik. Endi qishloq xo'jaligiga yondoshuv o'zgacha bo'ldi. Hech bir ish samarasiz va natijasiz bo'lmaydi. Mana shu paytgacha ko'r-ko'rona amalga oshirilgan agrotexnik tadbirlar yoki qilingan ishlarimizda samarasi mana hozir bo'lgan bo'lsa, tuproqni sho'rlanish ko'p keldi, hosildorlikni past edi. Mana qarang, bugun o'sha mana o'tkazilgan seminarda olimlarimizni yaratgan agrotexnologiyalarini kirib kelishi, birgina tomchilatib sug'orish, suv tejamkorligida orqasidan o'g'itdan, yoqilg'idan, mehnat sarf xarajatidan hammasidan ekonom va yetarli tuproqqa yetarli namni berish natijasida sho'rlanishni oldini olib yuqori hosildorlikka erishyapmiz. Bitta tejamkorlik. Sirdaryoda agro sohani ilm, texnologiya va amaliyot uyg'unligi asosida rivojlantirishga qaratilgan bunday muloqotlar davom etadi.